Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana Namangan viloyati Pop tumani Shomozor mahallasida joylashgan G'ofurjon akamizning xonadonlariga tashrif buyurdik. Hop, bugun yana yangi partiya qo'zichoqlar kelibdi va deydi. Qo'zichoq desakcha uyat bo'lar endi, ha? Yirik qo'zi. Yirik qo'zilar. O'tgan safargidan ham ancha dadil. O'tgan safargilar ham chotki edi, lekin bular undan ham zo'r. Toza hisori. Ana ko'ringlar, yaqindan ko'rsatamiz. Nechta? 15 dona son. 15 dona, ammo soni bu safargi partiya sal ozroq, noyoblari yig'ilgan ekan, mana. Ko'ringlar. Yaxshilab aylantirib ko'rsataveraylik. Mana shu eng kattasi shekilli, ana shularga Oho. Mana shu ham juda go'zal ekan. G'ofurjon aka, bular narxlarini qanchadan aytamiz endi? Bular narxlar siz obunachilarga bular ham 43 dan ketdi mana bonusga. 43 dan ketdi. Ha. Sana lak Bular lekin unutishmasin. bular ham nargilardan ancha yirik ekan. Ya ancha keyin simi ham simjunda, juni ham simjun. Ha. Dozi yaxshi qo'zlar. O'zi turkiy qo'zini o'zi yuzi badani Keyin rengi bitta narsada yana odamlar oddiy nimalar bilan qo'y bilan zotdor, keyin saras terilganini ko'pchilik adashtiradi-da. Bu saras terilgan endi puliga ham yarasha bo'ladi va bu yog'i ham bor. O'shanga bittasi kecha kuni kommentariyada yozdi-da, narx qimmat u bu deb. Qadriga yetgan masalan biladi-da, bunday ko'rib turib yaqindan ko'rsangiz boshqa narsa-da. Men o'zim ko'zim bilan ko'rib turibman. Masalan, kamera olib bergan video bilan o'zimizni ko'zimiz ko'rgan narsa umuman boshqa narsa-da. tog'da giyohini yurgan bular. Qayerdan keldi bular endi? Bular Zomin tog'ida yurgan bular. Zomindan kelgan ekan akalar, mana ko'ringlar. Bular narxini ham mana juda unaqa patolog aytilgani yo'q o'tgan safargiga qaraganda. 100 ming nima qilinyapti? O'shanda 4 million 300 mingdan bo'lyapti mana. O o'rtacha agar hammasi bitta joyda olinsa. Endi dastavkasini nima qilamiz dastavkasini? Dastavkasi kelishiladi aka. Dastavkasi masalan qaygacha kelishsa bo'ladi dastavkasi? Dastavkasi Samarqandgacha. Samarqandgacha kelishsa bo'laverar ekan dastavkasini. Xo'p. Agar Popda o'zida bo'lsa-chi? Popda o'zida bo'lsa, eltib beramiz Popda territoriyasiga. Popda o'zida bo'lsa tekin, ha? Ha, tekin. Popga borana chusgacha deng, ha? Ha, chusgacha tekin. Chusgacha deng. Xo'p. Manzilda aytdik-ku, yana eslatib o'tay, Namangan viloyati Pop tumani Shomozor mahallasida. Bu yerda hozir 15 dona. Yana bundan tashqari hozir ichkarida ham bormi? Serobmi ichkarida ham har xilidan? Kichkinasidan, kattasidan ham bor-a? Har xil razmerdan bor ekan. Agar qanaqa kattarog'i yoki kichkinarog'i kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqib gaplashib yana nomerni yana boshqatdan aytamiz. 99li 970 970 38 86. 86. 970 38 86 ga aloqaga chiqaverasizlar. Ismlari G'ofurjon akamiz mana. Ana klientlar to'xtamay telefon qilishyapti. Xo'p, akalar, bularni ham quloqlarini bitta ko'rsataylik-da. Mana. Quloqlarini. Jicha qiqiga bor xolos. Ozgina. Suzib ham ozginadan eni bor ekan bular. O'tgan safar ko'rsatganlarimizda hammasi deyarli 95% quloq butun edi. Ammo bular orasida ham quloqlari butuni anchagina ekan. Xo'p. Hammasini orqasidan jicha kesib qo'yilgan ekan-a? Jicha kesib qo'yilgan. Endi bir xil aytayapti, masalan, qurbonlik o'tgandan keyin sraz narx ko'tarildimi? Bu qo'zilarga umuman qurbonlikka daxli yo'q akalar. Bu qo'zilar xudo xolasa keyingi yil qurbonlikka niyat qilib qo'yganlarga. Xudo xolasa xullas boshqa niyatda-da, bu qurbonlikka umuman go'shti yo qo'zini, qo'ydi aloqasi menimcha yo'q deb o'ylayman. Bu go'shti narxi bu O'zbekistonda suv yetishmovchiligiga bog'liq narsa-da bu. Ko'pchilik tushunmayapti shu narsani. Bu haqida ham bitta video qilaman, chiqaraman xudo xolasa. Xo'p, yana ma'lumotlarini bir esdan chiqqan ma'lumotlari qolib ketmadimi? Quloqlarini aytdik. Bo'ylari 70 plyus. Tug'ilgan vaqti dekabrda 15dan yanvarda 15gacha tug'ilgan, 1 oygacha tug'ilgan qo'zlar. Aha, dekabrda 15dan yanvarda 15gacha. Demak, deta bir 4 oy
Ha, 4 oy 5 oylik atrofida bo'libdi-da bu. Shu atroflarida. Bunisiga ham mana e'tibor berib qo'yasizlar. Hurmatli akalar, ukalar, salomat bo'linglar. Shu yerda videomizni yakunlaymiz. Yana qanaqa nimalar kerak bo'lsa, ma'lumotlar kerak bo'lsa, yo direktga yozasizlar, yo kommentariyaga, yo bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri mana shu G'ofurjon akamizga aloqaga chiqib gaplashaverasizlar. Nomerlarni aytdik, manzilni aytdik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.